Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat universiteti umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisi Nazirov Jonibek bo'laman. Bugun sizlar bilan yorug'lik sinish va qaytish qonuni bo'yicha ko'rib chiqamiz. Bu video darsimizni kuzatish jarayonida sizlar yorug'lik sinishi, qaytishi va singan holatda, qaytgan holatdagi parametrlar o'zgarishi kabi savollarga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Yorug'likning qaytish qonuni. Xo'p, yorug'lik biror yassi va shaffof sirtga tushganda, tushgan va qaytgan nurlar aynan bir tekislikda yotadi va tushish burchagi qaytish burchagiga doimo teng bo'ladi. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, yassi shaffof sirtga nur tushmoqda va qaytmoqda. Qizil nurimiz tushayotgan nur va benafsha nurimiz esa qaytayotgan nur hisoblanadi. Xo'p, birinchi nur tushayotgan nur, ikkinchi nur qaytayotgan nur, alfa tushish burchagi hisoblanadi, beta esa qaytish burchagi hisoblanadi. N esa tushish nuqtasiga o'tkazilgan normal. Biz bitta narsaga xato qilmasligimiz kerak, adashmasligimiz kerak, ya'ni tushish burchagi sirt bilan emas, normal bilan hosil qilgan burchak olinadi. Qaytish burchagi ham xuddi shunday, o'sha normal bilan hosil qilingan burchak hisoblanadi. Masalan, misol ishlashimizda xatolikka yo'l qo'ymasligimiz kerak va o'sha sirt bilan hosil qilgan burchakni tushish yoki qaytish burchagi bilan almashtirib qo'ymasligimiz lozim bo'ladi. Xo'sh. Yassi ko'zgular, ya'ni biz ko'zgularni ham ko'rishimizda ko'zimizga nurning kelishi va qaytishi bilan bog'liq ravishda ko'ramiz. Ya'ni nur qanday holatda kelyapti va qanday holatda qaytayotganiga qarab biz yassi ko'zgularni tasvirini ko'ramiz. Xo'sh, rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, yassi ko'zgu AB buyumning A shtrix, B shtrix yoki qizil buyumning yashil buyum tasvirini ko'ryapmiz. Biz ko'zimizga ko'zgudan qanday masofada joylashgan bo'lsa buyumlar, tasvirlar ham ko'zgudan shuncha masofa uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, qizil stilkamiz, ya'ni qizil AB buyum bo'lsa, yashil AB esa tasvir hisoblanadi. Bu o'sha nurning qaytish qonuniga mos kelganligi uchun mavzuyimizga kiritib ketdik. Xo'p, ko'zgularda asosan tasvirlar hosil bo'ladi. Misol uchun ikkita ko'zguni biror alfa burchak ostida kesishtirib qo'ysak, bu yerda bir nechtalab tasvirlar hosil bo'lishi mumkin. Aynan nechta tasvir hosil bo'ladi degan savolga quyidagi formula bilan javob topamiz. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita ko'zgu o'zaro alfa burchak ostida joylashtirilgan. Ya'ni ikkita ko'zguning o'rtasiga yulduzcha qo'yganmiz buyum sifatida. Yulduzchaning tasviri ko'zguda hosil bo'lsa, ikkinchi holatda tasvirning tasviri boshqa vaziyatda yana tasvir hosil qiladi. Bu holatda aynan nechta tasvir hosil bo'ladi degan savolga quyidagi formula bilan javob topamiz. N teng 360 taqsim alfa minus 1 formula bilan nechta tasvir hosil bo'ladi, aynan son qiymati nechaga tengligini hisoblab topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda to'q qizil buyum bo'lsa, o'sha xiraroq yulduzchamiz esa bizga tasvir vazifasini bajarib bermoqda va bir nechta 10 ta, 100 ta, 5 ta, 7 ta tasvirlar hosil bo'lishi mumkin. U esa ikkita ko'zguning bir-biriga nisbatan joylashuviga bog'liq bo'ladi. Yorug'likning sinish qonuni. O'zidan yorug'lik nurni o'tkaza oladigan jismlar bular shaffof jismlar hisoblanadi. Yorug'lik bir shaffof muhitdan boshqa bir shaffof muhitga o'tganda esa o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Bu esa yorug'likning sinish qonuni hisoblanadi. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, deylik, havodan suvga, havodan muzga, havodan qaysidir bir shaffof muhitga nur yo'naltirsak, o'sha nurimiz o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, yorug' nur kelmoqda va o'zini boshqa muhitga o'tish chegarasida o'z yo'nalishini o'zgartiryapti. Bu esa yorug'likning sinishi hisoblanadi. Xo'p, yorug'lik bir shaffof muhitdan boshqa bir shaffof muhitga o'tganda o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Bu esa yorug'likning sinish qonuni hisoblanadi. Xo'p, yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Yorug'lik faqatgina yo'nalishi emas, ba'zi bir parametrlarni ham o'zgartiradi. Havoda, ya'ni vakuumda yorug'lik tezligida tarqalsa, suvga, shishaga
boshqa yorug'lik tarqala oladigan muhitlarga o'tganda esa u tezligini, to'lqin uzunligini o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Bu esa muhitlarning nur sindirish ko'rsatkichi bilan ifodalanadi. Xo'sh, rasmga e'tibor bersak, nur vakuumdan boshqa bir muhitga kelmoqda va o'z yo'nalishini o'zgartirmoqda. Bu yerda rasmda birinchi rasm tushayotgan nur, ikkinchi nur esa singan nur, alfa tushish burchagi, beta sinish burchagi, n esa tushish nuqtasiga o'tkazilgan normal hisoblanadi. N1 birinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi, ya'ni nur sindirish ko'rsatkichi, N2 esa ikkinchi muhitning nur sindirish ko'rsatkichi hisoblanadi. Tushish va sinish burchaklari sirtga o'tkazilgan normal bilan ifodalanadi. Ya'ni o'sha sirtga o'tkazilgan normal bilan tushayotgan nur yoki sinayotgan nurning orasidagi burchaklar tushish yoki sinish burchagi hisoblanadi. Xo'sh, yuqorida aytganimiz kabi yorug'lik bir muhitdan boshqa bir muhitga o'tganda uning faqatgina yo'nalishi emas, uning tezligi, uning to'lqin uzunligi ham o'zgarishi mumkin. Bu o'zgarishga sabab yorug'likning muhitlarning nur sindirish ko'rsatkichlari hisoblanadi. Bu ifoda esa ekranda ko'rib turganingiz kabi sinus alfa taqsim sinus beta n2 taqsim n1 bu ham teng bo'ladi, v1 taqsim v2 bu ham teng bo'ladi, lambda 1 taqsim lambda 2 ifoda orqali ifodalanadi. Ya'ni aynan faqat yo'nalish emas, uning to'lqin uzunligi, uning tezligi ham muhitlarning nur sindirish ko'rsatkichiga qarab o'zgarishi mumkin ekan. E'tibor beradigan bo'lsak, yorug'lik nur sindirish ko'rsatkichi katta muhitdan kichik muhitga yoki yorug'lik nur sindirish ko'rsatkichi kichik bo'lgan muhitdan katta bo'lgan muhitlarga o'tishi mumkin. Bu holatda tushish burchagi bilan nur sindirish ko'rsatkichlari qanday bog'langan bo'ladi? Bular quyidagicha bo'ladi. Agarda nur sindirish ko'rsatkichi kichik bo'lgan muhitdan nur sindirish ko'rsatkichi katta bo'lgan muhitga yorug'lik o'tsa, bunda tushish burchagi sinish burchagidan kattaroq bo'lar ekan. Aksincha, sinish burchagi nur sindirish ko'rsatkichi katta bo'lgan muhitdan nur sindirish ko'rsatkichi kichikroq bo'lgan muhitga o'tganda esa tushish burchagi sinish burchagidan ko'ra kichikroq bo'lar ekan. Bu muhitlarning nur sindirish ko'rsatkichiga bog'liq bo'lar ekan. Xo'sh, mavzuimiz shulardan iborat. Endi sizlar bilan shu mavzuga doir misol va masalalar ko'rib chiqamiz. Ya'ni mavzu yuzasidan masalalar yechish. Yorug' nuri shaffof muz ustiga 43 gradus burchak ostiga tushmoqda. 43 gradus burchak ostidan qaytmoqda ekan. Ya'ni biz topishimiz kerak, nur muzga qanday burchak ostida tushmoqda. Biz darsimizni boshida aytib o'tdik, agar sirt shaffof va silliq bo'ladigan bo'lsa, tushayotgan nur va qaytayotgan nur aynan bir-biriga teng bo'ladi. Bizga qaytish burchagi beta 43 gradus ekan, biz topishimiz kerak alfani, ya'ni tushish burchagini topishimiz kerak. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, nur kelmoqda va qaytmoqda. Bizga qaytish burchagi beta 43 gradus bo'lsa, tushish burchagi ham 43 gradus bo'ladi. Javobimiz alfa teng 43 gradus. Ikkinchi masalamiz, monoxromatik yorug' nuri sindirish ko'rsatkichi 1.2 bo'lgan muhitdan nur sindirish ko'rsatkichi 2.4 bo'lgan muhitga tushish nuqtasidan 23 gradus burchak ostida sinib o'tmoqda. Yorug'li nur ikkinchi muhitga qanday burchak ostida tushmoqda? Ya'ni masala shartida berilganki, ya'ni nur sindirish ko'rsatkichi kichik bo'lgan, ya'ni 1.2 bo'lgan muhitdan nur sindirish ko'rsatkichi kattaroq bo'lgan, ya'ni 2.4 bo'lgan muhitga o'tib 23 gradusda sinmoqda. Shu holat kuzatilishi uchun nurni ikkinchi muhitga qanday burchak ostida tushirishimiz kerak bo'ladi? Biz yuqorida yozib o'tgan formulalarimiz quyidagicha edi. Sinus alfa taqsim sinus beta n2 taqsim n1. Bizga sinish burchagi berilgan, ya'ni sinish burchagi ma'lum bizga. Biz tushish burchagi, ya'ni alfani topishimiz kerak bo'ladi. Sinus alfa taqsim sinus beta n2 taqsim n1 dan sinus alfani topadigan bo'lsak, n2 taqsim n1 ko'paygan sinus beta ko'rinishiga keladi. Va sinus alfa teng formulada berilgan kattaliklar son qiymatlarini qo'yadigan bo'lsak, 2.4 bo'lingan 1.2 ko'paygan sinus 23 gradus. Xo'p, sinus 23 gradusning son qiymati 0.39 ekan. Va sinus alfa teng 2 ko'paygan 0.39, bu qiymat esa 0.78 ga teng bo'lar ekan.
Alfani topadigan bo'lsak, ark sinus 0,78 bu teng bo'ladi. 51 gradus bilan mos kelar ekan. Javobimiz 51 gradus, ya'ni 23 gradusda sinishi uchun biz nurni 51 gradusga tushirishimiz kerak bo'ladi. Shundagina masala shartlari qanoatlantirilgan bo'ladi. 3-masalamiz, nur havodan sindirish ko'rsatkichi 1,4 bo'lgan muhitga tushib, bir qismi muhitdan chegaraviy sinmoqda va bir qismi esa qaytmoqda. Qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak P/2 ga teng bo'lishi uchun nur ikkinchi muhitga qanday burchak ostida tushishi lozim? Biz bilamiz, shaffof muhitlar nurni qaytarish xususiyatiga ega va o'zidan o'tayotgan paytida sindirish xususiyatiga ega. Bu masalada qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak P/2 ekan, ya'ni 90 gradusga teng ekan. Shu 90 gradusda sinishi uchun, ya'ni qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak 90 bo'lishi uchun biz muhitga, ya'ni ikkinchi bir muhitga qanday alfa burchak ostida nurni tushirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, chizmaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, alfa plus P/2 plus beta teng P ga, ya'ni yarim yoy bu 180 gradusga yoki bo'lmasa P gradusga teng desak bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, alfa plus beta P minus P/2. Alfa plus beta esa P/2 ni qabul qiladi va P/2 ga teng bo'ladi. Bundan sinish burchagi betani topadigan bo'lsak, beta teng P/2 minus alfa ga teng bo'lar ekan. Biz yorug'lik sinish qonunidan bilamizki, sinus alfa taqsim sinus beta n2 taqsim n1. Xo'p, betamizni biz topdik, P/2 minus alfa edi. Formulaga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, sinus alfa taqsim sinus P/2 minus alfa teng n2 taqsim n1 ko'rinishiga kelar ekan. Xo'sh, biz matematikaning trigonometriya bo'limidan bizga ma'lumki, P/2 plus minus alfa bo'ladigan bo'lsa, sinusimiz kosinusga, kosinusimiz sinusga yoki tangens kotangenusga, kotangens tangenusga almashishi mumkin bo'ladi. Shundan biz sinus P/2 minus alfani kosinus alfa bilan tenglashtirib ketishimiz mumkin bo'ladi va yuqoridagi ifodaga olib kelib qo'yamiz. Sinus alfa taqsim kosinus alfa teng n2 taqsim n1. Va yana trigonometriya bo'limiga qaytadigan bo'lsak, sinus taqsim kosinus yoki sinus alfa taqsim kosinus alfa bu tangens alfani beradi. Tangens alfamiz n2 taqsim n1 ga teng bo'lib qolmoqda. Va tangens alfa 1,4 bo'lingan 1. Bu esa 1,4 ni beradi. Va alfani topadigan bo'lsak, alfa teng arctangens 1,4, ya'ni 1,4. Bu arctangens 1,4 54 gradus bilan ustma tushyapti. Javobimiz alfa teng 54 gradus. Ya'ni havodan boshqa bir muhitga yorug'lik tushirganimizda sinish va qaytgan nurlar orasidagi P/2 bo'lishi uchun biz nurni 54 gradusda tushirishimiz lozim bo'lar ekan. 4-masalamiz, agar yorug'lik nuri yassi parallel shisha plastinkaga 47 gradus burchak ostida tushirib, undan o'tishda 2,5 sm masofaga siljigan bo'lsa, plastinkaning qalinligini toping. Rasmga e'tibor beramiz. Rasmimizda nur kelmoqda va yo'nalishini o'zgartirib, qizil nur tushayotgan nur, yashil nur esa sinayotgan nur. Bilamiz, plastinkadan nurlar sinib o'tayotgan nur dastlabki nurga parallel ravishda chiqib ketishini bizga ma'lum. Va masala shartidan berilganlar yozadigan bo'lsak, ya'ni muhitning sindirish ko'rsatkichi, shisha plastinkaning sindirish ko'rsatkichi 1,5 ga teng. Shisha plastinkaga nurimiz 47 gradus burchak ostida tushmoqda va shishadan o'tgandagi holatda siljish masofasi esa 2,5 sm ekan. Biz topishimiz kerak shisha plastinkaning qalinligini. Xo'p, yana o'sha eski formulamizga yuzlanamiz. Sinish qonuni formulasiga yuzlanamiz. Sinus alfa taqsim sinus beta teng n2 taqsim n1 formulaga yuzlansak, sinus beta teng n1 taqsim n2 ko'paygan sinus alfa formulamiz kelib chiqadi. Bu formulaning son qiymatlarini qo'yib sinus betani hisoblaydigan bo'lsak, sinus beta teng 1 taqsim 1,5 ko'paygan sinus 47 gradus va sinus beta teng 1 taqsim 1,5 ko'paygan 0,73. Sinus betamiz 0,48 ga ekan. Betamiz teng bo'ladi 29 gradusga. Va sinus alfa minus beta, rasmdagi formuladan sinus alfa minus beta x taqsim l ga teng bo'lar ekan. Va shu yerdan
L topadigan bo'lsa, x taqsim sinus alfa minus beta va to'g'ri burchak, uchburchakning kosinuslaridan foydalansak, kosinus beta teng h taqsim L. Bu formuladan h topadigan, L topadigan bo'lsak, L teng h taqsim kosinus. Hop, birinchi va ikkinchi formulada har ikkala holatdan L ni topib oldik va L larni tenglashtiradigan bo'lsak, h taqsim kosinus beta teng x taqsim sinus alfa minus beta. H teng x ko'paygan kosinus beta taqsim sinus alfa minus beta formula bilan aniqlaymiz va bizda son qiymatlari mavjud, son qiymatlari ma'lum. Formula qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 2,5 ko'paygan kosinus 29 taqsim sinus 47 minus 29 gradus ekan. Va hni kosinus 29 va sinus 18 lar son qiymatini qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, javobimiz chiqar ekan 7,25. Ya'ni shu holatda plastinkamizning qalinligi 7,25 santimetr bo'lar ekan. Mavzuyimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Mavzu yuzasidan kimda tushunmovchilik yoki mavzu yuzasidan savollar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga va elektron pochtalar orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.